6200 deydimi buni? Aytyapmiz. Nexia'ning puliga. Nexia'ning puliga Cobalt. Motor-patorlar qilingan endi, ha? Tikocha bor ekan mana bu yerda. Ha, zo'r yut. Chiqib ketmayding. Ha, o'sha sektorasal sochacha bo'lib. Bu shampan svetmi? $1800 shtriga berasizmi? Yo'q. 2007 $3000. Xarajat nima qiladi olgan odam? Motor-pator qilib yurmaymi? Gazlari bor mana. Bormi? Toza Petros bor. Qora jentradan so'raganlarga, jentralar ham narxi tushib qoldi. Chuqur pixollar ham hammasi ko'rinli ekan. Necha puli qancha? Kelishamiz. Yili probegi qancha buni? Egalaridan deganlar uchun mana qora jentra ko'rib olasiz. 17 avtomat. Bu Ravon, ha? Nechinchi yil bu? 17 avtomat. Xo'p, salon holatlari. Gazimiz ham bor. Yig'onchilikmi ekan? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Necha ming yurgan bu? Ekonomizib uzib qo'yishsa buni nima o'nday bo'ldi bu aka? 30 so'rayapti. Ha. Variant so'rayaptimi ko'pchilik? 16-yil, bitta mana eshigidagi kraskasi bor ekan. Lasetti mana, hurmatli, oldini ko'rib olinglar jigarlar. Mendan oldin mexanika chiqqanidan. Zapaskalarigacha bor mana. Mashinamiz Guliston shahardan. Bemalol telefon qilib Sotamiz aka. sotamiz. O'tgan safar olmadikmi buni? Yili 15, konsertlar ABS bor. Necha pul deb turibsizlar endi shunda? Xudo xolasa. Yana 15-yil Spark. Ana 23 ming, 25 ming, 28 ming dollargacha Toshkent Sergelida turibdi. Bu o'zingiz tiktirgansizmi chuqurlarni? Yo qoplanganmi? Endi ruldan hammasidan boshqa bo'lsa, klimat kontrol, cruise kontrol. Gap yo'q. Diska zavod, ha, bu yoqqa qo'ydirgansizmi? Ikkita pochka tepasinda. Tepasi. Bozoringiz bersin esa. Qaysi unikisi? Mana uni? Ha, probegi 67 ming. mana shu yerda vakuum bor ekanda. Propan 4-pokoleniya. Ash bagajini bitta bosib olsak, fotografiya ham bor. Naqdga bo'lsa ham beraverasizmi buni? 98 ming probeg, ABS'lari bor, 4-pokoleniya metan, avtomat, gazlari bor. 11200. Toza pachkaga berasizmi? 6200 deydimi buni? Ya, nima mashina bu? Cobaltmi? Yo, nechinchi yil bu? Akam? 13 ga 12. Sizdagi charchamayapsiz. Yaxshi, rahmat. Kayfiyat yaxshimi? Aka, assalomu alaykum. Qaytlar bilan. Rahmat birga. 6200 dedingizmi? Aytyapmiz. Nexia'ning puliga. Nexia'ning puliga Cobalt. Ana. Ovorasiz. Yana 6000 dan pastiga mabodo gaplashamiz, ha, xudo xolasa. Kelishib ketsak. Naqd olib kelsa. Siz nomingizdan kelsa. Ana. Bizning jigarlarimiz uchun, obunachilar uchun. Xullas, ABS-pabeslari bor, yo bezabez ekan, uzr. Bezabez, gazi bor. Gazi bor uchun. Necha ming yurib tashadi bu? 6 kurik. 6 kurik. Malades. Joning omon bo'lsin dedik-ki, Cobalt. 6 kurik yurib qo'yibdi ekan mana, 619 ming. Motor-patorlar qilingan endi, ha? Motorga javob. Mana. Endi ketsa bir 5-6 million ketsa kerak motoriga. Yo'q, ketmaydi, motorning ishi yo'q. Yo'q, siz qilgansiz-ku. Ha. Xarajatni aytaman. Demak, tepasidan ko'rsating, gazini bo'ldi. Mana gazlari bor. Pakkalina gazlari bor. Zapaskalar joyida turibdi, hammasi. Ana. Hovli qayerda endi aka bu? Hovli Guliston shahrida. Guliston shaharida. Mabodo bizdan kelsalarning 6000 pasiga mana Cobalt sizlar uchun gaplashib olaverasizlar. Nomerni ayting akam. 93lik. Ha. 236 24 33. Aloqa chiqaverasizlar. Endi kuzupida bitta kraska bor. Bor 30% kirasi. 30%. Nexia'ni puliga beraman. Mana 16-15 Nexia'larda ham shunaqangi narx aytyapti o'zlarining Cobalt xohlaganlarga mana bosib o'radigan joyidan. Arzon-arzonlardan terib olyapmiz. Ketdik dalish. Tikocha bor ekan mana bu yerda. Kimdan bu? Sizdanmi? Assalomu alaykum. 98-yil holati yaxshi, benzinda $1350. $1000 ekanda, $350 deb ana karzinka narxlarda yozib qo'ygani qani. $1399 demasda. Kraska 40% bor. Ha, shunday. To'xtang, men ko'raychi. Atom qilingan haloylari o'ldi. O? Ha, zo'r yut. Ha, Chiqib ketmayding. Radiatorchalari mana. ular urilmagan o'zi. Tiko 91lik 567 01 71 ga chiqaveramiz ekan. 40% kraskasi bor, motorlari yaxshi deb qo'yibdi ekan. Qanchaga bir $1000 ga berib yuborasizmi aka, boya aytgan narxga? Sal qo'ysa beramiz. Ya, sal demang. Endi bo'lsa bor, baraka deb yuboring, kelsin olib ketsin. 15,5 ga tushdi, mayli, kelsa bir shunaqa boramiz, naqd 15,5 millionga tushdi deng. Bo'ladi. Kapotlarga siktirib yubordim, bitta salonga qo'ydim. Xarajat ham qilibsiz-da. Manalarga qo'shib sepibdi. Ha, o'sha siktirib asal sochacha bo'libdi. Xullas, Tiko izlab yurganlarga mana akam nomeri 91567 0171. Bozoringizni bersangiz aka, kelishib olasiz. Bu Nexia kimdan bo'ldi? 20. Nech pul aka bu?
4,5? Ha, 3,5 yili? 2008. Bu şampan svetmi? Ya Stanloy svet, ha? Sons gibrid ekan. Sons Trambler uzr. 2008-yil. Motorda ham xili ko'payib ketdi, odam ana o'qib qolasizlar. Kuzubi bor endi kraska, uni so'raganda qaytamiz. Necha ming yurgan bu? 335 ming yurgan. Assalomu alaykum. 335 ming. Necha pul bo'lsa beraveramiz akam? 3200 da. 3000 pasiga ham gaplashaveraylik. Yomon narx emas lekin 3000 pasiga. 2800 dollar shtirga berasizmi? Yo'q. Ha. 3000 da oxiri. Oxiri 3000. Olgan odam bu yoqqa xarajat qiladimi yana? Yo'q, xarajat yo'q. Qayerdan hovli? Toshkent mahalla. Guliston Toshkent mahalla. Nomeringiz? 91lik Ha. 565 30. Ana shunga chiqaveramiz esa. Variantdan berasiz. Yo'q, faqat narx. Ana ungachi boyagi nimasi Game degan narsalar ham bormi? Bor a? Endi oformleniga ham falon pul ketib qolmasin deyapti-da ko'pchilik. Xullas shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Rahmat. Bolalar bor ekan aytib, bolachalar chiqyapti dedik xonanda ko'rsatuvda. Bolalar guruhi. Umid topdingmi mashina? Qancha ekan bu gibrid Trambler? 2000 so'ralyapti. 2007 3000 dollar. Ana, kraskalari bor endi, so'raganda qaytamiz. Butun. Ha, oldi orqa butun mana usilitillar. Qayerda mashinasi ekan? Sirdaryodan olib ketdi akalar. Qancha bir 2,5 ming naqd bo'lsa beraverasizmi aka? O'yla, shtriga. Ana, bor anaga baraka. Shtriga 2,5 ming dollar. O'rtoqlar, 2008 midi? 7. Ha, 2007. Xarajat nima qiladi olgan odam? Motor-pator qilib yurmaymi? Bitta yaxshilik yuradi motorlari bilan bo'lib bino. Karcher. Ana. Zo'r. Nomeringiz qaysiga chiqsin akam? 91lik 91lik 622 Ha. 0101. Mana shu nomerlarga chiqaverasizlar. Mana shtirga bo'lsa, naqd sanaganga hozir bo'lsa ham beraveramizmi aka? Hozir chiqarganga? Ana. Olinglar, mininglar gazini. Gap yo'q. Notariusda pulni sanaverasizlar. Gazlari bor mana. Bu qora kimdan mana? Qora bayir. Nechinchi yil bu? 23, 22? Ayni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 23 Gentra toza makraskalari bormi? Toza Petros bor. Kalinkadami qayerda? Kalinkasi. Amerikanka Fara ekan, hurmatli obunachilar. Gaz 4-pokoleniya, avtomat. Qora Gentradan so'raganlarga, Gentralar ham narxi tushib qoldi. Xudo xolasa akanikini so'raymiz hozir nima deydi? Karbonli qilib hamma joyini qilgan ekan, mana oyoqqa chiqadigan joylarini. Roll Mers. Bagajini ochiq ekan bagaji. Chuqur pixollar ham hammasi kojinli ekan. Optrafar ekan orqasi. Jizzaxdan akalar. Gulishtirdi mana qangi sportini samolyotlarda gulishtirdan qilib olgan ekan. Xo'sh, gazlar, pollarini bitta ko'ramiz. Zapaska tushmagan ekan-ku. Mana telefonga ham ko'rsatsangiz, pasini ana shunday bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Shumkasi bor. Eshiklarda bor ekan, tumida yo'q. Aka necha puli buni? Necha puli qancha? 14 ming so'rayapti. Ana, 14 ming. Ana yerda bu yerda 13 mingga ham oldik. 12800 qilib beraman dedi. Qancha qilib berasiz ekan bo'ladigan? Kelishamiz. Yili probegi qancha buni? Ha, endi 70 mingdan oshgan. Ha, 100 mingga bormagan. Narigi olganimiz 2022 edi, bu 23 dan aka. Ana. Qaysi nomerga chiqsin boboda so'rab qolsa aka? Telefon raqami 94lik 359 359 0396. Jizzax qayerdan? Forish. Ha, Jizzax Forishdan. O'zingiz nomingizdanmi? Ha. Dehqonchilik. Egalaridan deganlar uchun mana qora Gentra ko'rib olasiz. Mana oldi holatini ham ko'rib olinglar. Nomer ham zo'r ekan. Nomeri bilan yaslachi o'zimizni forishliklar chiqsa, minib yuraman shu nomerda? Ha, meni yuradi. Ana jonlaring ham omon. Sizlar uchun nomerda ham naqd qo'ydik. Ha, oldik-ku. Yo'q ekan egalar. Erta turish kerak. Erta turish kerak. Avtomat. Bu Ravon, ha? Ya, Ravon emas, bu Devo, bu Devo. eksport pol Ya, Devo. ana uni o'zi Devoni qo'yilgan. Devo eksport. Toza Devo. Toza Devo. Nechinchi yil bu? 17 da avtomat. Ana 17 avtomat Gentra. Avtomat korobka, economizeri bor, 4-pokoleniya metanlari bilan. Mana motorlarini top-toza qilib qo'yibdi akalar, karcher qilib. Chotga Delcor akkumulyator. Necha ming yurdi bu? 147 ming probeg. Xo'p, salon holatlari top-toza turibdi. Chuqur taqib olasizlar.
Mikrofon, video registrator. Hammasi toza turibdi o'rtoqlar. Balonlargacha yangi, orqa stopniklar ham родной. Zapaskalar bor, xullas mana. Gazimiz ham bor. Devosidan izlab yurganlar uchun Gentrani. Puli qancha akam buni? Nasib. Ana. Yili necha? 17 dedi. Avtomati. Avtomat 8800. 8800. Bu bo'ladigan qilib bir 8000 qanchalarga beraveramiz? Oxirimi? Ha, Necha uni o'tib beramiz? Savdo. 8,5 ekanda mo'ljala. Oxiri shu. Undan kamigachi? Yo'q, undan kam. Nomeri yo'q bu yerda. Telefoningiz nechi? Ayting. 99 99lik 300 300 68 78. 68 78. Marhamat qilsinlar, ko'rsinlar, yoqsa bosib yuborsinlar jigarlar. O'zi Gulistondanmi? Ha, Guliston. Zo'r. Mana qorani egasi kelmadi shekilli. Boya bittani oldik. Ha, ana turganini oldik. 15 ga Dehqonchilikmi ekan? Assalomu alaykum. Charchamasdan. 15 ga 16 neksiyalar rosa chiqibdi bugun. O'zi yozganlar ham ko'p edi. Mana bu joylari ham butunga o'xshayapti, ko'rib olasizlar. Kraska radnoymi deyman mana ular? Necha ming yurgan bu? 3 kuruq. Sizlardan kimdan? Sizdanmi aka? 3 kuruq yuribdi mana. Old orqasi? Butun. Eshigida bitdi. Narigi o'ng taraf passajir eshikda. Qolgan joyi butun. Shundaymi? Ikkala mayza uzib qo'yishibsiz buni. Nima o'nday bo'ldi bu aka? Ustalar ishida bu, ha? Mana stiker bo'lardi bitta. Gazda shart emas-da u. Bu ham qayerdan bu mashina? Guliston. Gulistonni. Nech pul deyapsiz? 30 so'rayapti. Ha. Variant. Variant so'rayaptimi ko'pchilik? Naqdga bo'lsa qancha bir 5600 lar, 5400 larga beraveramizmi? 5400 ga. 5,5. 5,5. Qaysi nomerga chiqsin ekan bu? Telefon 33lik 405 405 94 90. 94 90 ga chiqaverasizlar ekan. Mana sizlar uchun egalaridan izlaganlarga 16-yil bitta mana eshigidagi kraskasi bor ekan. Yana usta bilan ko'rib olasizlar. Parogida ham bor ekan mana yerda. Mana eshikda ham bor. Shumkasi ham bor ekan. Eshiklarda shumkasi bor. Zo'r. 1.6 dons kondisioner gidravlika rul. Lasa turibdi mana. 1.8 mi boy? 1.8. Lasa etdi mana. Hurmatli oldini ko'rib olinglar jigarlar. Mendan oldin. Mana shu yerda vakuum bor ekan. Kraska qayerda ekan? Kraska bitta kriloda, kolenkalarda bor. Oldi mana krilomida. Ha, O'xshab turibdi. O'ng tarafda shunda. 1.8 necha ming yurgan bu? 3 kuruq yurgan. 3 kuruq. 13 mi 12 mi? 11. Ha, 11. Lasettini oxirgilaridan 11-yil ekan mana. Endi bu ikkinchi pozitsiyasi mexanika chiqqanidan. Ichlari chiqol-puqollar yangi taqilgan. Xarajat qilmaysizlar. Xullas, gazlari bor. Zapaskalarigacha bor mana. Puli qancha aka bu janoni? 1.8 da? 6,5 so'rayapti. Ana, 6,5 ming so'ralishi. Ha, mana stopniklar ham unaqa chiqqanidan ekan, terilgani bor-ku. Bir paytlar moda bo'ldi mana shu. Nech pulga bo'lsa beraveramiz aka. Beradigan so'ralishini ayting qo'ying. 6,000. 6,000. Undan pasti yo'q. Yo'q. Nomer qaysi? 99lik. Aha. 477 72 23. Akamga chiqaverasizlar. Gulistonmi? Guliston. Mashinamiz Guliston shahardan. Bemalol telefon qilib, gazini bosaverasizlar. Jonlaring yomon bo'lsin. Sizlar uchun bugun Guliston mashina bozor 7-iyun sanasidan davom etamiz. Yana bitta 1.8 bor ekan bu, ha, qorasi. Vikup ekan bu. Egasi yo'qmi buni? Sotildimi aka? Sotamiz aka. Sotamiz. O'tgan safar olmadikmi buni? Yo'q. Yaxshimisiz? Molodez salom. Sotilib ketdimi Gentra? Sotildi. Jonlaring yomon bo'lsin. Xo'p, Spark qanaqa bo'lyapti? Boy bo'va? Sparkni nima bo'ladi? Ayni kasamaga olib borib ko'rsatib kuzib chiqqan. Kraska padibka, ondan pasi bor. Aha, yili? Yili 15, kondisioner ABS bor. Kondisioner ABSlargacha bor. Probegi qancha bo'ldi shunda? 480. Zo'r. Kraska bor ekan, ana eshikda ham bor. Padibka sepilgan dedingiz-ku. Ochib yuboring kapotini. Nechi motor? Moshta. O, 1.5 motor-ku. 15 ta yili. Gaz bor, ABSlari bor. Necha pul deb turibsizlar endi shuni? Xudo xolasa? 4,5 bo'lsa beraveraman. Toza 4000 gacha.
Yo'q. Yo'q. Qo'l kelmaydi. 4,5 ming bo'lsa olib ketaversin. Ha, Savdosi yo'q. Bo'ladiganini aytib qo'yibsiz esa. bo'ladi. Dehqonchilik. Dadam nomida. Men akani nomidan. Ha. Qaytlarni yaxshi o'tib olasizmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerda mashinasi deb ketaylik? Oqqo'rg'onlik. Oqqo'rg'onlik akalarimiz. Qaysi nomerga chiqsin bunga? 99 da Ha. 867 2805. Mana 15-yil Spark. Katta motor. Katta motor mexanikasi. Adiyesh, konditsioner. Hammasi bor. Endi kuzovda kraska aylanasiga ana nimadan past qilingan ekan, tomdan pastiga. Oldi orqasi qanday? Butunmi? Razval nimalar qochmaganmish qilib? Hammasi zo'r. Balonlar yangi. Qayshadi kanalga qo'yishni. Ha, Sherzod Abduman o'g'lingiz bilan. YouTube, Instagram. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Buchi Nexia sizdanmi? Olyapsizmi? Yaxshi, yo'q ekan egasi, teginmaymiz. Bu yerda Cobalt'imiz bor mana. Bir qator emasini ko'rsataylik. Kia K5lar kelibdi mana, Gulistonga. Qancha bo'lyapti, boy buva bu? 21,5. Ana. 23 ming, 25 ming, 28 ming dollargacha Toshkent Sergelida turibdi. Bu navorot qilinganmi aka? Assalomu alaykum. Xaytlar bilan. Oh, malades. Metan propan? Metan. Oh, malades. Qani salonni bitta ko'raylik. Yeha, mana ochamiz. Nechinchi yil aka bu? 22. Bu o'zingiz tiktirgansizmi chuqurlarni? Yo, qoplanganmi? Qoplangan. Ha, cho'tki chiqibdi. Ko'riklari bor. Endi avtomat. 360 kamerasi yo'q-a bunda? Yo'q. Shu kareslar nimagadir bezlik chiqarganda mana shular. Gap yo'q. 21,500 dollarga ekan ataga. Endi ruldan hammasidan boshqa bo'lsa, klimat kontrol, cruise kontrol bor. Podogriflari ham bor aka buni. Bor. Ha, mana. Hamma narsasi bor. Kraska qanday? Toza. Top toza. Yo'nalishlari bor. Tonirovkalarigacha tomlarni qildirgansiz buni. Plyonkami bu, kraskami? Ha, salafan qora plyonka yopishtirilgan. Kia K5 izlab yurganlar uchun so'raganlar bor edi. Mana. Xo'p, nechi motor bu? 2 atmosfera. 2 atmosfera, gazga ham yuradiganidan. Nechi ming yuryapti aka bir zapravka bilan? 280. Ha, zo'r-ku. 100 talikmi bola? 90. 90 litrli gazda 280 yursa, demak benzinda ham ko'p xarajat qilmaydi bular. 5 deydi. Gap yo'q. Diska zavod, ha, bu yerga qo'ydirgansiz. Kia nanolari polni aka taqlatgan ekan o'zi uchun, tomlarni qoraytirib, eshikni ruchkalarigacha qora qilgan. Mana gazimiz 90 litrli 280 ming yurar ekan. Malades. Mana yerdan olasiz, mana. Zapaskalar ham pashti yangi turibdi. Gulistonning mashinasimi bu boy? Sirdaryodan. Qancha ikkita pochka bo'lsa beraverasizmi shitiriga? Ikkita pochka. Ikkita pochka tepasinda. To'rttasi. Nomeringiz nechi? 91lik. 91lik 622 622 77 70. 70 70 ga chiqaveramiz. Nomerni olib qolasiz endi, ha? Mana daverni ham beraveramiz mana. Zo'r. Bozoringiz bersin esa. Zo'r qilibsiz ekan. Assalomu alaykum, boy bo, charchamayapsizmi? Nima sotyapsiz? Olyapsizmi? Qaysi 12? Mana uni? Keyin ko'rsataylik, shuni so'ragan bor. 10 ta X, ya'ni 12 avtomashinamiz variantga VQ'ga ekan, aka. Mana bu yerlar 90lik 020 47 74 12 so'raganlar bor edi bizda. Nechinchi yil baka? 23? 23. Ha, probegi? 67 ming. Mana shu yerda vakuum bor ekanda. Ha, vakuum bor. Bu 1-2lik atmosfera motormidi, nima edi? Bosib oling. Ballonchalari yaxshi holatda. Propan gazi bor. O, jigar. Propan gazlari bilan ekan. 12 so'raganlar uchun hozir o'taman. Jahon bu yerda o'tibdi-ku. Mana bitta mo'yka-po'yka qilib olasizlar ekan. Propan 4-pokoleniya gazlari bilan. Kraska qanday yana ekan? Qayerlarda? Shu vakuum bor. Bitta shu kapot tushidagi vakuum. Mana salonlarni yana bir qator ko'rib olasizlar. Shumkasi ham bor deng. Ha, yaxshi. Tomlarigacha ekan, chixol, avtomat korobka. Endi klimat kontrollarigacha bor bularda. Bash bagajini bitta bosib o'rsak, fotografiya ham bor. 12 avtomashinamiz. Ha, bu tabletga qo'yilgan ekan-da bu yoqqa.
Bitta orqalarini ham karchat-parchat qilib olasizlar ekan. Shumkalari ham bor. Bu tandir go'shtiga taxta nima o'tin tashiganmi deymanda? Somsachim. Somsaga. Ana. Nech pul endi aka bu variantga nima qilib beramiz? Qanday qilib beramiz? Boshiga 3000 bo'lsa chiqib ketaveradi. 3000 pul bo'lsa, oyiga keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil. Bu bank aralashmaymi o'zingiz bilanmi? Banksiz. Hamma bankdan bezor bo'lgan shekilli, banksiz egalaridan telefon raqami mana akanikini aytdik. 90lik 020 47 74. Naqdga bo'lsa ham beraverasizmi buni? Variant. Faqat variant. $3000 boshiga. Mana o'zlaring kelishib olasizlar aka buni. Bitta kapotning ichida vakuumi bor ekan. Gulistonmi? Hovli qayerda aka? Gulistonda. O'zimizning gulistonlik jigarlari. Bu avtomatchi mana u. Nechinchi yil? 20 Gentra. Kraskasi? Toza. Top tozasidan Amerikanga fara. Shundaymi? 98.000 probeg, ABS'lari bor, 4-pokoleniya metan, avtomat, Gentra izlab yurganlar uchun marhamat qilsinlar, ko'rib olsinlar. 100 mingga bormadi probeg. Ya'ni kraska tozami shunda? Tekshiraveradi. Archa balonlari bilan. Rejigar hammasi tayyor. Bismillah. Ana. Kimning nomida bu? Egasini nima? O'zingiz nomlaysizmi? Fotografi bor, xullas, video registrator, luk-puk hamma narsasi ishlab turibdi. Kalenkalarga salafonlar ham qo'yilgan ekan zashida mana tosh tekmasin deb. Ultra fara orqasi. 1 2 3 nomerlar bir paytlar rosa moda bo'ldi, mana. Gazlari bor. Qo'lni shumka ekan, ha. Bu o'zlaringiz uchun qilgan ekansizlar-da. Shumka qilish ham o'rtoqlar O'zbekistonda chetdan ko'rayotganlar bilsa bilasizlar. Narx-navo $500-600 shu atrofda qilyapti Toshkentda. $1000 gacha shumka qiladi. Polni qilaman desalaring. Endi Gulistonda qancha? Bir $500-600 qilib berami? Polni qilib berish. Mana endi shu kesalaring o'zing qo'rg'oza. Nech pul buni aka buni? 11200. Toza pachkaga berasizmi? $10,000 ga. Gapirishamiz. Telefon qilsalaring 10,000 pachkasiga tayyor, hamma narsasi bor edi. Nomerni aytamiz, nechi nomer? 90lik 239 Ha. 46. Shu nomerlarga chiqarsa o'zimizning Gulistonning mashinasi. Mana Guliston shahardan. Shumkalari ham bor edi, o'rtoqlar. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar esa. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalaringga bugungi Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bizlar shunday bir joyga keldikki, ya'ni Sirdaryo viloyati Xovos tumani Farhod 5 dahasi Uvoq qishlog'idamiz. Yana bitta Abnazar aka degan akamiz, o'zimizning qadrdonlardan, nima deydi, dindoshimiz, bir musulmon birodarimiz akamizning uyiga keldik. Ya'ni bu kishida shunaqa muammo bo'lyapti-ki, ikkita jigar quriyapti. Buni tezda srochni Hindistonga yuborishimiz kerak. Bitta aka-ukalarimiz qo'shnilar iltimos qildi, biz sizni ham kanalingizga qo'yib yuboraylik aka. Qanaqadir bir ehson qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, jigarlarimiz bo'lsa, hayitligi bo'lsa ham 10 ming so'mdan bo'lsa ham bizda 100 mingga, 200 ming yaqin odam kuzatadi. Har narsa akaga yordam bo'lib qoladi jigarlar. Xudo xolasa akaning o'zidan kirib intervyu olamiz, ko'ramiz, ketdik. Abnazar aka, qanaqa nima muammo bo'lyapti ekan? Bayramlar bilan ravon bor. Rahmat, birga bo'lsin. Aka-ukalarimiz iltimos qildi, sizda qanaqadir operatsiya qilish kerak ekan dedi. Ikkita buyrak tamom bo'libdi. Qonni tozalaydigan anasi ko'piklari o'lgan ekanda. Qonni tozalamay qo'ygan ekan. Qon zaharlanib 1,5 ming 300 da uni dializga tushar-ku. Meniki 1517 bo'lib ketdi. Keyin sira dializga tushirdi, dializni qildik. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi shu pochkani almashtirib olsak bir. Xudo xolasa. Bu Hindistonda qilish kerakmi shunda yo Toshkent o'zidan? Toshkent bilan gaplashdik, Zohid degan professor bilan gaplashdik. O'zimizda qilar ekan-a, demak. Shu o'zimizda qiladigan bo'ldi. O'zi bu yerda ko'p qilyapti-ku, yaxshi chiqyapti-ku. Mana o'zimiz Muhammad qil kuyovlar ham. Shunga qilgan ekan, yaxshi. Mana 3-4 yildan beri fermerligiga yugurib boshqa qilyapti. Yaxshiman deydi-da, shunga endi Xudo xolasa biz. Ya ko'pi yaxshi bo'lib ketyapti lekin. Xudo xolasa endi avvalo Xudodan birinchi o'rinda. Farjovulda meni bitta jo'ram bor. Anvar degan. Anvar aka, ha. Hindistonga borib keldik. Hindistonga bordi birinchi. Uni ham eshitib ancha bo'ldik. Yo'q, keyin yaxshi bo'lib ketdim jo'ra dedi. Sizlar qatori lekin u kishi. Men sinfdoshim bo'ladi. Parallel o'qiganmiz. Shundan xabarim bor. Mana shunaqa jo'ra shunaqa deyapti dedim. Yo'li ko'p, uni o'qimaysiz dedi. Xudo xolasa dedi, bitta buyrak topilsa bo'ldi dedi. Buyrak ham endi o'zimizda bolalarimni to'g'ri kelib qoldi. Xudo xolasa endi ko'riklardan o'tib keldik. Bo'ladi dedi, o'sha denkalarimiz to'g'ri keldi-da.
Xudo xolasa Yaxshi. kirsa qildiramiz. Ha, demak o'zingizni ayolingizni buyurayni olib, bittasini sizga o'rnatadi. Ayolim beradigan bo'ldi. Xudo xolasa, To'g'ri kelib zo'r. qoldi, hammasi to'g'ri kelib qoldi. Mana hammaga shunaqangi sodiq ayollar nasib etsin degan holatda. Rahmat. Abnazar akaga mana Ayolim iloji ko'p boricha rahmatlar eshitdi. mana. Rahmat. Rahmat shunchalik. Uncha odamlar bermaydi birovga. Yo'q, hozir aka uydan bir narsa so'rasangiz bo'lmaydi. Ha, soppa-soq narsasini bermaydi-da hech kim. Yaxshi, xudo xolasa yaxshi Ayolimga ko'tar. rahmat, mingdan ming roziman. Ana. Juda yaxshi. Sirazi men beraman dedi. Ana. Rahmat shunga. Hozir shunda bizni mana kuzatayotgan obunachilarga qanaqadir bir karta raqam o'zingiz aytib ketsangiz yaxshida, o'zingizning ovozingizdan eshitsa. Men endi karta raqamni bilmayman-da. Amakimning kartalaridan o'qiganmiz, shunga o'qilyapti-da. Jiyanim bilan amakimga ochganda endi menga aytdi, menga unaqa pul kerak emas deb boshida endi to'g'risi e'tibor bermagansiz ham yaxshi ketaman. Qo'ymadi. To'g'ri. Shunchalik fermer bo'lganman, o'zimning kuchim bilan o'zim qilganman. Men rahmat shunchalik bolalar harakat qilmana bolalar hammasi o'rtaga Ana. aka unaqangi sizga o'xshaganlar ko'p. Alloh shifo bersin deydi. Ketaveramiz dedi. Shunday. Siz dedi akamiz mana shunchalik fermer bo'ldingiz, sizdan foyda qilmagan bo'lsak ham misol Shunday. umuman foydangiz hammaga xalqqa tekkan deb bir mahallada keyin ha mayli dedim, yig'salaring yig'inglar dedim pulni dedim. To'g'risi men umidimni uzdim-da. Rahmat Shamshakalar keldi, keyin ovul oyoqqa turgan pul yig'yapti, sizlar operatsiyani hal qilinglar degandan keyin harakatga boshladi. odamda bir qandaydir kuch bo'lar ekanda. Shunga keyin mayli deb harakatni boshladik. Izlanib, ona qildik, operatsiyaga harakat qildik, keyin topshirganimiz xotinimniki to'g'ri kelib qoldi. Shuni oldik. Juda yaxshi. Shuni oladigan bo'ldik-da. Unda bo'lsa karta raqamlarni hurmatli obunachilar aytib ketamiz. Iloji boricha maksimal harakat qilaylik. U sizlar bersalaring o'rniga Alloh taolo xudo xolasa 10 barobar, 100 barobar qilib to'ldiradi. Undan bexijolat bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, mana reklama qilingan karta raqamlarni ham olyapmiz. Akani o'zi nima emas, prosta aka-ukalarning kartalari bor ekan, amaklarni, to'g'risi. Amakim bilan jiyanim. Kim ismlari? Muhammad amakim, keyin Davron jiyanim. Mana bu Bitorayev Davron aka bilan Muhammad Sariboyev degan akani karta raqamlarini qo'yamiz. 98 60 03 25 57 19 09 34. Bu Muhammad Sariboyev deb chiqadi ismlari. Karta raqami egalari. Endi chetdan ko'zda aytayotgan jigarlarimiz ko'p. Chetdan ham dollar ana qilayotgan bo'lsa, shu kartaga tashyapti, Muhammad akaniki. Chetdan ko'p shunga tushyapti. Demak, yana bitta kartani aytib ketamiz. 8600 0604 13 48 33 49. Mana shu nomerlarga, kartalarga donat qilaverasizlar, xudo xolasa. Bitorayev Davron deb chiqadi ismlari. Klik raqami 97lik 341 17 83 ekan. Mana reklama qilingan. Bu yerda ham 3000 ga yaqin odam bu yerda kuzatyapti akamizni. Biz ham bitta ma'lumotlarni qo'yamiz, yozib ham qo'yamiz karta raqamlarini. Xudo xolasa, bemalol mana shu biz gapirgan joydagi, o'zim gapirgan joydagi mana shu karta raqamlarga o'tkazasizlar. Mabodo ko'ryapmiz. Ya'ni bemorlarning rasmini, videosini olib turib, o'rniga o'zlarining karta raqamini qo'yib qo'yayotganlarni ham ko'ryapmiz. Biz ataylab men o'zim shaxsan borib ko'rib olaman videoga dedim. Sababi o'zimiz ko'rmagancha boshqa rasm, video qo'ya olmaymiz. Sababi o'zimiz ishonch qabul qilishimiz kerak. Qilmasangiz qilmaysiz-da. Chunki mashinliklar ko'payib ketgan aka. Sizni hozir qo'yamiz, o'rniga buni o'chiradi, karta raqamni. O'zinikini qo'yib qo'yadi. Unga keyin hamma ehson qilyapman deb tashaveradi. U boyvachcha yotib, kayf qilaveradi. Mana yerda bechora bir bemor kutib o'tiraveradi, qachon bizga ana donat bo'ladi, boshqa bo'ladi, nima qilamiz deb. Rahmat shunchalik odamlarga. Odamlar harakat qilib pul yig'ib, pulni tashlab ona qildi. Pul yig'masa, men o'zimizni molimizni puli yetmaydi ekan, katta pul ekanda. Katta pul aka. Oson emas, chakana. O'sha molimizni kuchimiz yetmagandan keyin men o'zimni o'sha o'ylalmay ham qoldim-da. Buncha pulni qayerdan topaman? Buncha pul yo'q, o'sha meni hayotim dializga 1 yil borsam yo 2 yil borsam shu bilan tugaydi ekan degan o'ylar tushib qoldi. Xudoga shukr, o'g'limizga shu yerda yashaganimga xursandman. Ana. Davay harakat qil, sen operatsiyaga harakat qil, biz pulga harakat qilib boshladik o'sha deb ketdi-da. Zo'r.
Mana shu videoga Shundan keyin o'rtoqlar o'ylab qoldim. iloji boricha like bossangiz ham foydangiz tegadi. Ya'ni ko'p odam ko'radi. Likedan bizga pul kelmaydi. Pul tushirsalaring mana shu karta raqamlarga tushirasizlar. Endi like bosing deymiz. Sababi ko'proq odam ko'rsa, ko'proq odamga sizni ham foydangiz tegadi. Endi kim qancha to'lov qilishda farqi yo'q. Biz mana shuncha pul o'tkazing demaymiz. Hech kimga unday haqqimiz ham yo'q. Ko'ngillaringni chiqarib, o'zlaring xohishlaringni qanchani maqsadlaring mana akamizni o'zida oldiga kelib olyapmiz. Nasib oyoqqa turib ketsalar bir kun Xudo xolasa duolarni ostida sizlar ham ko'tarib ketasizlar. Xudoga shukr, hammasi oyoqqa turib ketsam, bolalarimga nasihat qilib yopman. Yashang. Shu ana bo'yinglar, ehsondor odam bo'yinglar. Shunday. Mana men o'ylamagan joyda shuncha pul tashlayapti, boshqa qilyapti. Sizlar ham kimni ona o'qisalaring, Beringlar. tashlaylar. Hech narsa qilmaydi. Xudo beradi. Biriga 10 beraman degan Biriga va'dasi 10 bor. beraman degan va'da bor ekan. Shunday. Bor narsa ekan haqiqatan ham. Xudoyim taolo berar ekan. Bo'lmasa Hamnazar aka, sizga sog'lik, salomatlik, sizni ko'p bu yerda urintirmaymiz. Alloh shifo bersin. Harakat qilamiz biz tezroq yoritishlikka, ko'proq xalq ko'rishlikka harakat qilamiz aka. Avvalambor shifo Allohdan. Nasib oyoqqa turib ketsangiz bir kun Ha, Xudo xolasa. to'ylaringizda kelib xizmat qilamiz aka. Aka, shunchalik. joningiz omon bo'lsin, sog' bo'lib keting. Alloh shifo bersin. Xudo xolasa. Bemalol. Yana agar nima qilsa hurmatli jigarlar, kelib yana bir video qilib turamiz. Ishonmaganlar kelib ko'rsalangan bo'ladi mana shu yerda yoki telefon qilib murojaat qilsalangan bo'ladi. O'zingizda telefon raqam bormi, mobil? Telefonim bor. O'sha nomeringizni ham aytib qo'ying, mayli? 97lik Ha. 340 Ha. 0140. Mana shu nomerlar akamning nomeri. Telefon qilsa bemalol ko'tara olasiz. Ha, men ko'taraveraman. Mana. Men unaqa Akaning nomerlari bor. yo'q hozir. Zo'r. Karta raqamlar faqat aka-uka jiyanlarniki bemalol unga ham donat qilaverasizlar. Jonlaring omon bo'lsin, like'ni bosib, rejalarga borib qo'yasizlar.